Yaxshi bo'lib ketdim degan tog'amiz xonadonlariga keldik. Qoraqalpog'istondamiz hozir. Raymberdi tog'amiz xonadonidamiz. Biz hozir Qoraqalpoqda qayerdamiz, Raymberdi tog'a? Qoraqalpog'iston Respublikasi Ellikqal'a tumanining Saxtiyon fuqarolar yig'inidasiz. 18 yildan beri sahirman. O'sha paytlarda juda qiynalib ketganman. Shu oyoq juda og'rirdi. Holim bo'lmasdi. Oldin sizda ko'zingizda xiralash bo'lgan bo'lmagan? Xiralash bo'lgan ko'zimda. Hozir endi yuzim yaxshi. Aynak osardim men. Ochkin tashaganman mana. Ochkisiz ko'raman hozir. Kitob o'qisam ham ochkisiz o'qiyman. Oldin sahirim 18 bo'lib ketgan dedingiz, Raymberdi tog'a. Hozirgi oxirgi o'lchaganingizda necha chiqdi? Rasmga oldim dedingizmi telefoningizda? Mana bugungi kundagi o'lchaganim hozir ko'rataman 5 u 8 chiqdi bugungi kunda. Men har 10 kundan bir o'lchayapman. Men shuni Xudo xolasa endi shu nimada turib tursa, men uchun juda bir o'zimni yaxshi his qilaman. Sizni ko'rgan odam o'zi sahir demaydi, o'zi sahirdan tuzalib ketdim desangiz. Mana bugungi kundagi chiqqani mana. O'sha Ezozaxonga ham buni tashlab qo'ydim, gruppaga tashladi buni o'sha. Maşallah. O'zingiz bilasiz, sahirlarda asosan oyoq og'rig'i kechasi boshlaydi, to'g'rimi? Xuddi Uyqusiz tunlar bo'lib ketadi. Xuddi Bir kun og'riqsiz uxlasa o'zi qancha ne'mat bo'ladi. Qanchali. Xuddi oyog'imning og'rig'iga chidamasdan men o'ylardim, men bu oyog'imni suyagining ichini yemirib yotgan chiqar deb o'ylardim, to'g'risi. Oyog'imga shu ninan tikib olgan paytda badanlarimda ham o'shanaqa bo'lardi. Yo'q, mana hozir hech narsa yo'q. Hojatga borish ham ko'pmidi oldin? Hojatga borish oldin ko'p edi. Mana hozir bir kunda 4 ya 3 marta ya 5 marta. Undan ko'p emas. Kechasi bezda bo'lmayapsizmi? Yo'q, bezda bo'lmayman. Oldinchi oldin. Oldin shu kechasi 1-2 chiqardim. Mana hozir shu soat 10-11 da yotsam, ertalab chiqaman faqat. Maşallah. Bomdodda turamiz, shu bomdodga turganda shu bir chiqamiz. Tamom, keyin obedga bo'ladimi? Obeddan keyin chiqamizmi, yuraveramiz. Sizga bu dorini ta'siri necha kunda bilindi dedingiz? Birinchi ta'siri bilingani. 15 kunda. Qayerinizda sezildi? Birinchi men shu oyog'imga massaj qildirdim. Birinchi oyog'imga bildirdi. Ikkinchidan shu 15 kunning ichida o'lchab ko'rganimda shu 5 chiqdi-da, hayron bo'ldim. Men aytdim 5 ham chiqadim, ishlamay qoldim ekan degan gumonga bordim. Oldin 10 dan baland yurarmidi doim? Oldin 12 dan tushmasdi menda. Umuman tushmasdi 12 dan. Agar sal bir diyetani nima qilib yuborsam, o'zgartirib yuborsam 17, 18 kerak bo'lsa shunda yurardim. Hozir bu doriga Qoraqalpog'istonda ham, Xorazmda ham ishonmayotganlar bo'ladi shularga. Yana ishonish kerak, ishonish kerak, olish kerak, ichish kerak. Bu narsani ixlos bilan yeb ichish kerak. Inshaalloh. Parhezga ham e'tibor berish kerak. Mana masalan men o'zim ovsyankadan non qildirib qo'yibman. Pastayan yeydiganim o'sha ovsyanka non. Endi qora kesak, ya'ni qora go'shtlardan yeyman, yog'siz, yog'li ovqat yemayman. Nimadan ishlataman? Parhez bor. Choyni mana termosga qilib qo'yaman. Kunim bilan bitta termos shu bitta poshkasini ta'minlanib turadi. O'shani shu bir kunda ichaman. Buni ichida nima bor deganlar ham bo'ladi-da, shuni ochib ko'rsatsak. Mana o'zi pechatlangan bo'ladi. Mana ochamiz. Mana ochsak, qo'yib tura olaymi? Buni ochadigan bo'lsak, mana bu yerda mana stop diabet tabletkasi 3 oyga yetadigan bo'ladi. Stop diabet qora sedana yog'i bu ham 3 oyga yetadigan bo'ladi. Mana bu yerda fito choyi bor. Bu termosga mana tog'amiz damlab oldim deyapti. Buni 1 oy, 3 oyga yetadigan fito choy bo'ladi mana. Mana shu kompleks stop diabet bo'ladi. Ko'pchilik stop diabet desa faqat tabletkani tushunadi-da, Raymberdi tog'a mana. Ya endi bu tabletka deb o'ylagan bilan barim bilan bu yerda mana bu qora sedananing o'zi 1000 dardga davo deyshadi. Buni tarkibida ham 5 xil yog' bor. Faqat qora sedana yog'i emas. O'shani ham o'zi 1000 dardga davo deyshadi. Sizda qabziyat bo'larmidi, bo'lmasmidi? Ichib qabziyat ham bo'lardi menda. Hozir shu qabziyat bo'yicha men Davronbekning o'ziga chiqdim. Menga bitta dori yozib bergan edi. O'shani bir hafta ichdim, hozir yaxshiman. Qabziyatdan qutuldim. Asabiylikchi, asabiylik. Asabiylik ham o'z joyiga keldi, asablarim juda tinchlandi. Nabiralarni sho'g'iniga ham endi nabiralarda asabga tegish bo'ladi, lekin asab chiqsa sog'riq ko'tariladi. Shuning uchun asabni saqlash kerak. Uyqularingiz yaxshilandimi? Uyqularingiz ko'pchilik kechasi uxlamaydi. Juda yaxshi. Uyqularim juda yaxshi. Shu soat 11 dan keyin
uxlab qolsam, ertalab soat 5:30da Oldin uyqungiz qanaqa edi? Stol debet ichishdan unda oldin. şu ayağını ağrıgıdan uyg'onib ketardim. Oyog'imning og'rig'idan shu o'zim uyg'onib uyqum buzilardi. Keyin hojatga chiqardim. Shuni bilan 2 martalab uyqu bo'lmasdi umuman bunday aytganda. Maşallah. Mana bu videoni ko'rib, sizga yozishmoqchi bo'lsa, Telegramingizni shu videoni tagiga qo'yib qo'ysak bo'ladimi? Bemalol. Agar kelsalar mehmon qilaman, ishonmang kelsalar agar uyimga. Mana lokatsiya tashlab beraman. Lokatsiya tashlab beraman, to'g'ri keladi Davronbek kelganday, mana Dastonbek kelganday. Inshaalloh. Mana shu dori yaxshi ta'sir qilgani uchun mana bizga shuncha dasturxonlar tuzab, mana mehmon qilib o'tirishibdi. Agar dori ta'sir qilmaganda biz uyni ichiga ham kiritmas edi. Ko'pchilik boshqalar hamda mana shunchalik yaxshi ta'sir qilgani uchun biz bu dasturxonni ko'rib to'y qilyaptimi deb o'yladik. Rahmat. Raymer tog'a, shu Telegramda pastiga siz Telegramingizni qo'yib qo'yamiz, videoni pastiga. Mayli. Sizga yozishadi, ishonmaganlar, maslahat olmoqchi bo'lganlar. Kelaversin bemalol. Hop bo'ladi. Telefonim bilan men telefonimga qo'ng'iroq qilsalar, jonim bilan o'zimni maslahatimni beraman, ularga olib ichinglar degan bo'lardim. Inshaalloh. Shu doridan sahr bo'lganlarni farzandlari ota-onasiga olib bersammikin deb ikkilanayotganlar bor. Ularga ota-onasiga olib berib duosini olishini aytasizmi? Shu agar o'sha ota-onani silagan, ota-onasini o'ylagan bolalari bo'lsa, mana shu sahr diabetni olib berib, ichirib, undan yaxshi bo'ldim shundan deb o'g'illari uchun duo qilsalar, eng katta savobga qo'l urgan bo'ladilar. Albatta. Shuning uchun buni ikkalanmaslik kerak, olish kerak, ichish kerak. Bu narsa juda yaxshi ekan, mo'jiza ekan umuman aytganda. Holsizlik bo'lgan dedingiz, a? Holsizlik bo'lgan, oyoqlarim og'rardi, qaqshab og'rardi. Uyusharmidi? Uyushib ham qolardi, xuddi bir minani tiqib olganday bo'lib, oyoqlarimda shunday yerga bosa olmasdim. Ertalab tursam umuman bosa olmasdim. Hozir unaqa bo'lmaydi? Yo'q, hozir umuman oyoqda ham yo'q, o'zimni ham tetikman, mana ko'ryapsiz. Juda zo'rman. Men shu stop diabetga ikkilanib o'tirganlarga aytardim, hech ikkilanmasdan bemalol olib ichinglar. Avvalo Xudodan, qolaverdi stop diabetdan. Ichish kerak buni. Endi bu stop diabetga ishonmayotganlarda ham bir sabab bor, chunki boshqa firmalarda dorisini ichib ko'rgan bo'ladi, ular ta'sir qilmagan bo'ladi. Endi bu stop diabet ham shularning bittasi emasmikin deb o'ylashadi-da ko'pchilik. Yo'q, bekor gaplar. Agar o'sha stop diabetga inonmagan, o'sha ximiya dorilarni olib ichayotgan odamlar o'ziga zarar bo'ladi. U birinchi bag'irni ishdan chiqaradi, jigarni ishdan chiqaradi ximiya dorilari. Qolaversa, buyrakni ham ishdan chiqaradi. Shuning uchun bu dorida hech qanaqa asorat qoldirmaydi. Ichsangiz bemalol ichib, mana shuni bir hafta kerak bo'lsa, bir oydan keyin ta'sirini bilasiz. Bir oydan keyin uzog'i bilan. Buni menga ta'sir qilmadi, bu narsasi bo'lmas ekan deganni bosh kalladan chiqarib tashlash kerak bu narsani. O'zi qanchada ta'sir qilishi bu insonni necha yillik sahrligiga ham bog'liq-da. Sahrligiga ham bog'liq. Birinchi ixlos, ikkinchi ishonish kerak. Shu narsaga ishonib ichish kerak. Meni o'zim ham aytayapman-ku, mana shu doriga ikkilanish menda ham bo'lgan. Lekin ikkilansam ham shu dorini bir ko'ray ichib deb, shu 15 kunning ichida menga ta'sir qildi. Men shundan xursandman. Mana shu dori ta'sir qilgani uchun bizni mana shunaqa mehmon qilib, dasturxonlar tuzab kutib oldingiz-da mana, to'g'rimi? Men juda xursandman. Sizlarning kelganingizdan ham men o'zim hozir sahr emasman deb faraz qilyapman. Hech qanaqa sahrning alomati sezilmayapti. Mana bizda doktor Davronbek ham birgalikda kelgan, Ahmad Zoir safardoshimiz mana. O'zingiz bilasiz, biz qandli diabet degan muhokamamiz bor, muhokama gruppamiz bor Telegramda. Bu yerda ovozli chatga ham kirib tursangiz kerak. Gruppada hammasi bilan gaplashib o'tiramiz. Mana Tozagul bor, Ataboy aka bor Xorazmdan bizni o'zimizni, G'ayrat aka bor mana nimadan, Namangandan, Malikaxonlar bor. O'shalar bilan hamma, Dildoraxon bor Toshkentdan. O'shalar bilan ham gaplashib, ularning gaplarini tinglab, ularning fikrlaridan xulosa olib, o'zimiz shunaqa qilib o'tiramiz-da. Shu ovozli chatga ham kirasizmi? Mana doktor Davronbek o'zi har 2 kunda bir ovozli chatlar qiladi. Ovozli chatga kirib eshitib o'tiramiz. O'zingizga foydalar olyapsizmi? Kerak bo'lsa, u yerga savol ham beramiz Davronbekka, o'zimizga kerakli xulosalarni olib, undan kerakli maslahatlarini o'zimiz nima qilamiz. Sahringiz necha yurardi? Sahrim 18, 20 gacha chiqqan sahrim. Keyin mana shu stop diabetni olib ichib boshlaganimdan keyin bir haftadan keyin 5 ga tushib qoldi. O'zim hayron bo'ldim. Umuman
Mo'jiza deb gruppadagilar aytishiga ishonmasdim. Haqiqatda mo'jiza ekan.